Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bularni xo'jayin berib yuboruvdilar. O'zlari kelmadilarmi? Yo'q, ishlar ko'payib ketibdi. Shunaqami? Mayli, xo'p. Mayli, xo'p. Qanaqa xotinsan, yana nima kerak? Aytgan narsalaringni jo'natib o'rgan bo'lsam, boraman o'sha uyga, sabr qilib turgan ishimni tugatib olay. Yana nima xohlaysan? Onangni sana. Tinchlikmi, o'rtoq? Ko'rmaysanmi? Shu xotinlarga tushunmayman deb boru. Qara, Narmanni uy qurib berganman. Tegida mashinasi bor. Bolalarimni bog'chaga o'zi mashina kelib, o'zi olib ketadi. Nima yetishmaydi bu xotinga? Nima yetishmaydi? Hozir tushuntiraman. Gap yo'q, o'rtoq. To'g'ri, sharoit qilib bergan bo'lishi mumkin. Mashina olib bergansan, yegani oldida, yemagani ketida. Lekin bu dunyoda hamma ayollarga yetmaydigan bir narsa bor. Voy, nima o'sha? Nima yetishmaydi shu ayollarga? E'tibor. O'rtoq. Qachon oxirgi marta ayolingni o't-po'tga olib bording? Birga vaqt o'tkazding. Eslolmaysan ham. Qattan bilasan, balki u senga xiyonat qilayotgandir. Tushunmadim. O'zingni bos. Agar bugun sen mehr bermasang, ertaga u boshqasidan mehr qidiradi. Shuning uchun oilangga vaqt ajrat. Kech bo'lmasidan uyingga bor. Ularga mehr kerak. Men bo'lsa ketdim. Sog' bo'l. Voy, assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Kelin, yaxshimisiz? Shu uyda xotinim turardi. Chaqirib o'rasizmi? Adasi, hazillashmang, xotiningiz manman-ku. Necha vaqtli kelib qopsiz? Yo'ldan o'tib ketayotgandim, chiroyli gul chiqib qoldi. Xotinimga o'xshaganini o'g'irdim. Voy, rahmat. Yana tagli so'rovmiding? Ha, so'radim. Bu safar o'zim olib keldim. Rahmat. Mana ham sizga sovg'am bor. Xo'sh. Mana. Qalay. Paypoq. Nima qilaman buni? 14-yanvarga bayramingiz bilan.